Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Men Farg'ona tumani Qo'rg'ontepa qishlog'idanman. Farzandim mana shu oqdog' tushib qolganligi sababli mana shu tabib shifoiga murojaat qilgandik. Mana Xudoga shukr, natijasi bo'ldi. 16 kun, 17 kun deganda tabiiy giyohlardan davolangan. Ilohim mana shu hech qancha qolmadi, oz qoldi. Ixlos qilsalar shifo topar ekansizlar. Ilohim mana shu opamizdan Alloh rozi bo'lsin. Sizlar ham kelinglar, butun xalqim ixlos qilib kelinglar. Albatta natijasi bor ekan, foydasi bor ekan. Men haqiqatan ham bormagan joyim, qilmagan narsam qolmagan edi. Mana shu YouTube'ga kirib, mana shularning nomerini olib, opaga kelib murojaat qildim. Mana farzandimda o'zgarish katta. Deyarli o'zi pashta yaxshi bo'ldi, birinchi lecheniyada. 17 kunda effekt bildirdi. Sizlar ham kelinglar. Pullaringga kuymas ekansizlar, ketgan vaqtlaringga ham. Muhimi sizlar ixlos qilsalaring, albatta shifo topasizlar. Kelib davolaninglar. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Opamizga katta rahmat.